logistika qilib faqat tracking qilish bu noto'g'ri. Shunaqa proyektlar yaratkinki, pul berishga rozi bo'lsin. Qanaqasiga umuman qo'rquv bo'lmagan risk. Birinchidan shuncha pul bo'lmagan. Trak sotib olmoqchi bo'lgan paytimda Muzom Transportation egasi menga yo'q degan. Pul so'raganimda ham yo'q degan. HR department o'sha payti yo'q edi, driver recruiter. O'ylab topganman u narsani boshqa kompaniyalardan ko'rib. Distansionni qildik va qilganimda Covid boshlandi. Lekin bir tarafdan aynan o'sishiga o'sha sabab bo'lgan. Salom aka, ish bormi? Odamlar ikkinchi oy kelish xohlamagan. Tez bo'lish kerak hammasi. Salom bro desa hech kim olmaysiz. Yo'q. Komfort yashayotgan odam nima qiladi? Eng zo'r matras oladi, eng zo'r postel oladi, podushkasi bilan uyg'onganida chiroyli chiqib ketish uchun. Sizga umuman yoqmaydigan narsa, misol uchun red flag. Birinchisi bu muomala, agar xodimlar ko'rayotgan bo'lsa, kimdir bilmagan bo'lsa, ikkinchisidan bu o'sha planningi yo'q bo'lgan xodim, uchinchisi tarbiya. Shunaqa.